Assalomu alaykum qadrli radio havaskor akalar, e'tiboringizga yana bir qo'l bola KSV wattmetri taqdim etmoqchiman. KV diapazonda ishlaydi, 1,5 dan 30 MHz gacha. KV wattmetr Sovet ittifoqida ishlab chiqarilgan 2 shkalali milliampermetrda yasalgan. Chap tomondagi shkala bu wattmetr, o'ng tomondagisi bu KSV metr. Wattmetr 10 wattgacha kalibrovka qilingan, chunki men transiverim QRP transiver. O'sha asosida kalibrovka qilingan. Korobkaga keladigan bo'lsak, korobka taxminan 2000-yillarda ishlab chiqarilgan KVM переключатель ham deb atashadi. Misol uchun bitta kompyuterda ikkita printerga yoki ikkita kompyuterda bitta printerga ulaydi. Bu yoqda oldida переключатель bordi. Shu переключатель orqali kerakli tomonga yo'naltirilgan signallar. Bu razumlarni uzib o'tirmadim, ortiqcha teshik qolmasligi uchun. VC razumiga keladigan bo'lsak, BNC razumlardan foydalandim. Oldi panelda esa bu yoqda mana переключатель, past tomonda bu kalibrovka, yuqorida KSV, bu переменный rezistor kalibrovka uchun. Xo'p, ichki tuzilishga keladigan bo'lsak, bu yoqda ko'rib turganingizdek ikkita plata, chap tomondagi plata bu wattmetr. Kerak bo'lsa agar 100 wattgacha o'lchash kerak bo'lganda, mana shu переменный rezistorda burab kalibrovka qilsa bo'ladi. Bu tomonda esa KSV metr. KSV metrda hozir ustini yopib transiverga ulab ishlatib ko'ramiz. Wattmetrda kalibrovka qilayotgan vaqtimda osillografni shupalarini mana shu yerga ulagandim. Tortildimi, nimadir bo'ldi. Nagruzishni rezistor ichidan uzilib keldi. 100% to'g'ri nastroyka qilib ola olmadim KSV metrda, wattmetrda. Chunki men undoq SMD rezistorlardan undoq nagruzishni rezistor yasadim. Albatta bu noto'g'ri, lekin wattmetrda yasab tugatishim kerak edi. Bu yoqda umumiy qarshiligi 50 ohm. Hozir shu orqali ishlatib ko'rsataman. Xo'sh, KSV metrni transiverga uladim. Частота 7 MHz. Telegrafniy rejimda turibdi. Nesushi jo'natish uchun mana hozir передачаga chiqamiz. Xo'sh, ko'rib turganingizdek hozir KSV 0. Kalibrovka qilib olamiz hozir. Kalibrovka KSV ozgina ko'tarilyapti. KSV 0 deb adashdim. KSV 1 1.1.2 ni ko'rsatyapti. Quvvat 8 watt. Hozir boshqa chastotaga o'tib ko'ramiz, 14 MHz ga. VC rezistor yaxshi emas, KSV ko'tarilib ketadi bu yoqda. Xo'sh, kalibrovka. Ko'rib turganingizdek KSV 1.5 ga chiqib ketdi taxminan. Quvvat esa 6 dan sal ko'proq. Qanchalik yuqori chastota bo'lsa shunchalik KSV oshib boradi, chunki rezistor talabga javob bermaydi. Hozir mana 21 MHz. Yetarli. Xo'sh, KSV ko'rib turganingizdek o'ta yuqori. E'tiborlaringiz uchun rahmat, kattakon. Xayr, sog' bo'lasizlar.